hunar hisoblanadi. Qishda issiqxonada, yozda muzlikni konservatiydi, to'g'rimi? Oldin va albatta birinchi bo'lib sartarosh o'ziga e'tibor berish kerak. Etika estetika e'tibor berish kerak. Chunki sartarosh odamni xalq bilan birgalikda sochini olganda ham unga qarab, uni formasini berayotganda yaqinlashadi. Mo'yligini oladi, soqolini oladi. Qo'pol qilayotganda og'zidan badbo'y hid kelib qolishi mumkin. Bu klientga juda ham noqulaylik keltirib chiqaradi. O'shaning uchun birinchi o'ziga qarab, qo'ltiqlari sachishi, og'ziga nima cho'milib, yuvinib va albatta xushmuomala bo'lgan, mana shu bu yaxshiroq bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun men hozir sizlar bilan biroz suhbat qilmoqchiman-da. Keyingi darsimizga, masalan, darsimizni boshlaymiz. Dushanbadan ruchka bilan daftar qo'lingizda bo'lsa, sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham birga bo'lamiz, xudo xolasa. Ya'ni yengillikda qilamiz. Kichkina ideya qilish bilan ideya qilishni ham bu ham bitta nimada qanday halat bu ideya qilish, ijtimoiy tarmoqqa ideya qilishga aslida to'xtab qoladi o'zi. Men ideya qilsam ekan, nima deb chiqsam ekan degan narsani ideya yaratish, masalan, keyingi videoga qanaqa ideya, keyingi videoga qanaqa ulashi, qanaqa qilish, o'zlari bilan birga qilasizlar, bemalol. Xudo xolasa ideyalarni ham birga qilamiz va albatta aytmoqchimanki, Otabek Po'latov, sizlarni baxtinglar Otabek Po'latov kursiga qatnashganinglar. Buni ham o'zini 1 milliondan oshiq podpischisi bor. Bu sizlarni oyoqqa, agar o'zingizlarda harakat bo'lsa, oyoqqa turib ketishingizga katta sharoit bo'ladi. To'g'rimi? Chunki buni Instagram orqali, bizning Instagram, hammada hozir Instagram bor. Butun dunyo reklamaning hisobiga yashaydi. Odamda reklama bo'lsa, unga nisbatan klient keladi, to'g'rimi? O'shaning uchun shular haqida gaplashamiz sizlar bilan va albatta nutq madaniyati haqida gaplashamiz va ritm bo'yicha. Bu dunyoni boshqaradigan ritm bo'ladi. Har bitta inson ichida o'zi sezmaydigan ritm, ichki tuyg'usi bo'ladi. Bu narsa uni xarakteriga, uni ichidan o'tayotgan bir nimalariga qarab kelib chiqadi. Kimdir shoshilayotganda ritmi masalan bo'ladi, to'g'rimi? Shoshasizlar. Bemalolgarchilikda ritm. Biz ritmlarni qarshiligi bo'lib sizlar bilan dars o'tamiz, chunki sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bu men o'ylab topgan versiya emas, buni professorlar o'ylab topgan narsa. Sizlarga kimgadir kulgili bo'lishi mumkin, kimgadir seriozlik qabul qilishi mumkin. Men o'ylaymanki, to'lagan pulinglarni oqlab, mana shu Otabek akademiyasidan ham rozi bo'lib va albatta o'zingizlarni mutaxassis qilib, his qilib, mana shundan chiqib ketishingizga biz ham ozgina hissamizni qo'shamiz, xudo xolasa. Qatdandir mana yoshlarimiz ota-onasi ishonib